Xitoyga borganimda bir gadoyni ko'rganimni, Qashqarda bir gado yuribdi, qo'l yo'q, oyoq yo'q, kesilib ketgan. Og'ziga narsa berishadi, og'zi bilan pul oladi, og'zi bilan narsa, boshqa a'zosi yo'q. Beram rahmim kelib bir nima beray desam, qo'limni ushlab, bunga hayib, buni Alloh urgan odam, sizga keyin aytib beraman. Sherigim, o'shatlik odam. 60-yillarda Xitoyda ham juda madaniy revolyutsiya-yu dinga qarshi qattiq hujumlar boshlangan payt bo'lgan ekan. Shunda bu odam kolxozga rais bo'lib, juda xalqqa zulmini o'tkazgan, qamchilab gaplashar ekan odamlar bilan. 2 marta hojga borgan hofizu kalomillo odamni menga ot eshak kerak emas, shuni eshak qilib minaman deb ustiga chiqib olar ekan. Meni eshagim hoji, 2 marta hojga borgan deb yelkasiga o'tirib olar ekan. Ko'tar ablah hoji deb urar ekan. Uzoqqa bormay Xorason kasali deydigan kasalga giribtor bo'lib, bir oyoq kesilinadi tizzadan, sal turib yana bir oyoq kesilinadi, qo'l, 2 ta qo'l kesilib shu bilan to'xtaydi. Allohni qarang, bo'lsam ket, jonini olsang o'g'irladi Alloh. Lekin 30 yildan beri qo'lsiz, oyoqsiz, og'iz bilan hayot kechirish o'zi bo'lmaydi, shu dunyoda uzoq bo'ladi. Bu ibratlardan ibratlaning deb aytamiz ko'pincha. Birodarlar, oramizda, ichimizda juda ko'p hali islom dinini, musulmonni yomon ko'radiganlar. Insof bersin.